Yo, hammaga salom do'stlar. Bu Shojaga 12 kanali. Bugungi videoda Ender Dragonni o'ldirishga harakat qilamiz. Xo'p bolalar, o'tgan safargi videoni 4-qismi albatta chiqadi va hozir bizlar Ender Dragonni yutishga harakat qilmoqdamiz va xo'sh bolalar, tak boshladik. Mana ko'rishinglar mumkin, shuncha narsa topganman. Tak bolalar, endi shuni oyoq ostida qolmasligi uchun albatta like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Xo'p bolalar, mana tepaga ko'tarilamiz. Yuramiz. Tak, ana suvga tushishimiz kerak. Olmos ko'rmabmiz. Hozir borib olamiz. Tak, otdik, tushdik. Tochna tushdik. Mana olmosni olyapmiz. Mana oldik. Endi tepaga chiqishimiz kerak. Mana 44 ta olmos, diamond bo'ldi. Endi bunga o'zimizga kerak bo'lgan aslahalarni yasaymiz. Shapka, qalqon, oyoq kiyim va ishton. Endi bularni kiyamiz. Tak bolalar, birinchi fonda full olmos bo'lyapman survivalda. Avval kreativda qilganman. Ko'p narsasini. Tak, endi o'zimizga orujalarni ham yasab olamiz. Qilich yasaymiz. Tak, endi cho'p yasaymizda, keyin qolganlarini yasaymiz. Bitta kirka, bitta tapor yasaymiz. Endi bolalar, yasab bo'lganimizdan keyin bu tabiiy musorlarimizni otib yuboramiz. Bular baribir bizlarga kerak emas. Otib yuboramiz. Tamom bolalar. Endi versak sindirib tepaga chiqishimiz kerak bolalar. Tak, endi tepaga ko'tarilamiz asta-asta. Mana suvdan ko'tarilamiz tez-tez. Tak, bolalar, bittagina qoldi. Juda ham pastga tushib ketibman. Bolalar, e'tibor bermaysizlar. Pastda olmos ko'p bo'ladi deb tushib ketganman. Ibi sol qoldi. Tak bolalar, chiqyapmiz mana. Xo'sh, bittagina qoldi. Bolalar, xavotir olmanglar, obsidiandan muammo yo'q. Bittagina qoldi. Obsidiandan muammo yo'q. Boya kovlaganman. Hozir o'shani qurishda davom etamiz. Ungacha ko'tarilib olsak tez-tez. Tak, ko'tarilamiz. Bo'ldi bolalar, endi obsidian qo'yamiz. Portal yasash uchun. Tak, buni bu yoqqa qo'yamiz. Xo'sh, bu yoqqa ham qo'yamiz. Tak bolalar, endi bizaga ana yasab bo'ldik. Endi bizaga yondirgalka kerak. Yondirgalka uchun bizda temir bor. Endi graveldan tushadigan nima deydi? Korotchi qara narsa borku, o'sha tilim ichida turibdi, hozir esimda yo'q. 100% o'shani olib kelishimiz kerak. Tak bolalar, keyin Netherga portal ochiladi bolalar. Tak bolalar, ketdik. Xo'sh, ketyapmiz. Bolalar, o'shani olish uchun gravelni sindirib, o'shandan tushadi. O'shaning uchun biz hozir qidiryapmiz. Tak bolalar, tez-tez qidirish kerak, tez-tez topish kerak. Tak bolalar, hali topdik, hali yondirgalka oldik. Endi portalimiz tomon ketdik. Mana portalimiz bolalar, mana buni aktivlashtiramiz va bolalar, Nether olamiga portal ochildi. Endi bu yerdan kiramiz. Tak bolalar, mana endi kiryapti. Hozir Netherga kiramiz. Bolalar, bu videoning 2-qismi albatta chiqadi. Faqat sizlar buni tez chiqishi uchun sizlar like yig'ib berishinglar kerak. Qancha tez like va obuna tugmasini bossangiz, shuncha tez video chiqadi. Tak bolalar, hozir bizga bu yerdan olovli tayoqcha va ender pearl kerak, ya'ni enderman ko'zlari. Tak, o'shani yig'ish uchun bizga ana shu endermanlarni yig'ish uchun shunday biom kerak va uni o'ldiradigan analarni bolalar o'tkazib yuboraman hozir. Keyin fortressni topadigan joyini ham o'tkazib yuboraman bolalar. Tak, shu maqsad bilan mana bolalar, o'ldirib bo'ldim bolalar. Xo'sh, nechta bo'ldi? 16 ta. Tak, yetadi bizaga. Tak, yetadi. Endi tepaga ko'tarilamiz. Endi bolalar, bizga albatta fortress kerak. Ya'ni qizil qal'a kerak albatta. Tak, o'shani qidirish maqsadida ketyapmiz hozir. Uni
topganda videoni qo'shaman. Ana bolalar qizil qal'ani ham topdik. Uncha ko'p vaqt ketmadi. Vaqt ketganga arziydi. Tak bolalar mana hozir spam bo'lishi kerak. Hozir spam bo'ladi ham. Ungacha beri qozib tursam, qo'y qozmay shuni. Qozsam baribir bo'ldi bolalar. Tak bolalar endi mana ibi spam bo'ldi-ku qachonlar. Mana. Xo'sh, ana shu yerdan qitdi. Mana o'ldirdik birinchi. Mana sakra urishga albatta mana birinchi tayoqcha bor bolalar. Endi 3 ta bo'ldi qachonlar. Men bilmabman, qancha tushganini ko'rmadim. Mayli. Mana bu yerda bitta yopishimiz kerak bolalar. Buni yopish uchun esa bizga qanaqa bloklardan kerak? Xo'sh, olimizda spam bo'libdi. Buncha qo'rqitavra bular. O'ldir, sal qo'tyapti bolalar, e'tibor bermaysizlar. Tak bolalar mana. Hoppa. Urib bo'lmayapti. Bola qotdi. Qotmadi, bo'l. Endi mana 4-chi tayoqcha ham qo'lda bolalar. Tak bolalar endi hozir bir blok bilan yopamiz. Burnim tagidan spam bo'lyapti. Buncha qo'rqitib yuboryapti mana bular. Tak bolalar endi shu maqsad bilan ibi jonimiz ketyapti. Kam jonimiz qoldi. Xo'sh, ye. 4tagina jon. Kam jonimiz qoldi ibi sal qoldi jon. Bolalar. O'zi o'lishimiz mumkin edi, lekin tirik qoldik. Ibi qoch Magma kub. Yaramas. Endi ana bu yerda o'rashimiz kerak. Tez. Menda qanaqa bloklar bor? Ana shu yerda yopishimiz zarur. Xo'sh. Bizda bloklar yo'q-ku. Bolalar, videomiz shu joygacha bo'ladi albatta. Xo'sh bolalar, like va podpiska tugmasini albatta bosing. Men ikkinchi qismini albatta chiqaraman. Tak bolalar, uning uchun sizlar 20 ta like yig'ib berishinglar kerak bu video uchun. Tak keyin bolalar, Ender Dragonning ikkinchi qismi albatta chiqadi. Va bolalar, albatta montaj qilingan holda, hamma narsalar qilingan holda chiqadi. Va bolalar, shu joygacha ko'rganlar uchun atashay rahmat va hammaga xayr.